Assalomu alaykum hammaga xayrli tun. Soat 3:30, 25-yanvar. Biz yana ishda, Xudo xolasa. Soklarimiz kiygan. Soklar kiygan svejiy. Shunda soklar bor. Almaota shahridamiz. Bananlar kam qolyapti. Xudo shunaqa gap qiladi. Bugun 25-yanvar. Hammaga xayrli tong. Kunlaringiz xayrli o'tsin. Kim qayerdan tomosha qilyapti? Podpiska va like bosishni unutmangizlar. Biz esa ishda davom ettiramiz. Xudo xohlasa. Soat 3:30 bo'ldi ertalabda. Xudo xohlasa savdoda kelishda ham davom etmoqda. Soklar palet